Tog'ajonlar, mana bir akamiz 32lik televizorlarini o'zi platasini yechib ketdi-da. Mana bu 32lik televizorimiz platasi. Bu platada hozir blok bitani ketgan. Buni muammo yo'q. Buni to'g'rilab hozir ishlatib beraman. Lekin bunaqa yechib platani o'zini olib kelishlaringizni maslahat bermayman. Sababi xo'sh, stekerlar bor buni. O'rniga adashib stekerni suqorsangiz, televizoringiz boshqa joyi ham yonib ketishi mumkin, kuyib ketishi mumkin. Birinchisi. Ikkinchisidan televizor olib kelishga erinsangiz, telefon nomerlarga murojaat qilsangiz, o'zimiz olib kelib, to'g'rilab olib borib qo'yib beramiz. Sifatli qilib taxlab beramiz. Shunaqa platani yechib, o'zboshimchalik bilan sim uzilib ketgan degan fikrlar xato. Bunaqa ish qilmanglar. Televizorni o'zini olib kelishlaringizni maslahat beraman. Shunaqa har xil mana foydali videolar qo'yib boryapmiz. O'sha bitta like bosib keting, bitta podpiska bosib ketish esdan chiqmasin. Hozir qarab chiqayman. Bizda podpiska bo'lmasdan kuzatadigan odamlar ko'p ekan. O'sha bitta podpiska bosib keting, ertaga sizga ham bitta foydamiz tegib qoladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.